Yangi quriladigan ko'p kvartirali uylar uchun xavfsizlik yanada ustuvor talabga aylanmoqda. Davlatimiz rahbarining ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, 2026-yil 1-maydan boshlab yangi qurilayotgan ko'p kvartirali uylarning har bir pod'ezd, lift hamda tutash hududlariga video kuzatuv kameralari, shuningdek, kirish eshiklariga domofon komplekslarini o'rnatish majburiy etib belgilandi. Ushbu talablar loyihaga kiritilmagan taqdirda hujjatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi. Kamera va domofonlar umumiy mol-mulk hisoblanadi va belgilangan tartibda boshqaruv organiga topshiriladi hamda Mening uyim tizimi turar joy axborot bo'limiga kiritiladi. Ko'p kvartirali uy foydalanishga qabul qilinayotganda rasmiylashtirilgan kadastr pasporti avtomatik ravishda Mening uyim axborot tizimida aks ettiriladi. Zarur kamera va domofonlar o'rnatilmagan uylarni foydalanish uchun qabul qilish yo'l qo'yilmaydi. Yangi talablar xavfsiz uy, sifatli xizmat va shaffof boshqaruv demakdir.